Xo'p, yoningizda yurgan jangchiga hech qachon ishonmang. Qachonki ringga chiqib, birinchi mushni otmaguncha yoki birinchi mushni qabul qilolmaguncha. Xo'p, maktab davrimda aytaman, 8-sinf edim yoki 7-sinf edim. Maktabga chiqqan bola emasman, juda kam chiqqanman va chiqqan taqdirimda ham ijro qilib qolgan bola bo'lganman. Lekin bir hech kim bilan bir murosam kelishmay yoki surilib qolgan bir boladan kaltayib yurgan bola emasman. Men chiqqan paytimda maktabda ikkita klass urushib bo'lishgan bo'lgan. Bizni sinfdagi bolalar va boshqa sinfdagi bolalar urushib bo'lishgan bo'lgan. Muammoni ustiga chiqib qolganman. 2 oy yoki 3 oy chiqmagan bo'lganman. Chiqsam muammo. Haligi sinfni sha'ni himoya qilingan payt kelishib qo'yishgan bo'lgan ekan bir qolding. Bizda poyez yo'li bor. Hamma muammolar shu ota bobolarimizdan shu 44-maktabda tevasidagi poyez yo'lida hamma murosasizlik o'shada hal qilingan. Shu bunda qonab tushganlar, ko'yna yettirgan o'shada tanaffusdan keyin, obeddan keyin yoki soat 2 dan keyin bo'lgan. Bizniki tanaffusdan keyin chiqargan bo'lishgan bolalar. Xo'p, bizni klassimizda ikkita yoki 3 ta o'sha atamanlikka da'vogar qilib yuradigan o'zi bolalar bo'lgan. Bo'ylari ham kelishgan, o'zi o'zmukom sport bilan shug'ullangan, gapga chechan bolalar bo'lgan, ikkita 3 ta. 2 kishi chiqib o'sha bizni klassdan ikkitasi da'vogar chiqargan bo'lgan, bitta yakkama-yakka bo'lgan va ikkita yakkama-yakkaga jang bo'ladigan bo'lgan. Men chekkada endi kuzatuvchi sifatida nimadir bo'lsa, ikkitadan keyin talpa bo'ladigan bo'lgan. Chiqqanman. Hali atamanlikka da'vo qilgan inson klassimizda eng oldi, eng kachoga haqiqatda urush yaxshi biladi. O'sha mahal nimadir bo'ldi-da, bahona bo'lib qoldi. Chiqa olmaydigan bo'ldi, urusha olmaydigan qoldilar oshnamiz. Undan keyin ikkinchimiz ham shu urushaman dedilar-yu, shu mush o'tilmadi. Shu ko'zlari yo bitta mush o'tildimi, shu ko'zlari yoshlab ketadigan qoldi oshnamizni. Endi bizning klass mana degan A sinf, hamma karrandalar yig'ilgan sinf, u tomon zo'r urushaman deb turibdi. Hech kim chiqa olmaydi. Yarim soat razbor kim urushadi. Endi oka qahramonlar tutib qoldi. Sha'nlarga tekkanday bo'ldi. Endi shu men o'sha joydaman. Men urushaman dedim. Chiqdim chapanachasiga. Urushdim. Ikkita birga bir bo'lmadi. Bitta bo'ldi. Birinchisi bo'lmadi, atmen bo'ldi. Ikkinchisida ko'z yoshlanib ketdi. Urushdim. U ham urushdi, men ham urushdim. Endi mardonavorcha jang qildi ikkitamiz. 2 klass bolasi. Undan keyin bir-birimizdan vaqt o'tgandan keyin uzr so'rashib, yarashib ham ketganmiz, yaxshi bolalarmiz. Shunga hali ur degan deydi-ku. Urgan bola gardon bo'laver deb. Shunga hech qachon ishonmaslik kerakki, oxirgacha borib bizni tashlab ketishadi. Talpaga ham menga yopishgan bolalar. Misol uchun men qochganman keyin, men energiyam tugagan. Chunki 15 minut, 20 minut so'rashganmiz, normalniy bo'lgan. Balki 5 minut bo'lgandir, lekin meni bor energiyam tugagan. Bolalar uraman dedi, talpa va'da qilib qo'yishgan. Ular qolib ketdi. Urushgan men bo'lgandim yana talpada ham men bo'lishim kerak. Bugun emas, ertaga deb turib qo'chitdim. Endi temirni qizig'ida bo'lishadi, ular qo'yilibdi. Ular anchagina normal urush qolib bo'ldi. Yaxshi bolalar hammasi. Demoqchi bo'lganim, hamma gapiraveradi. Hamma ko'p bo'laveradi. O'qib tashlayman, lekin ringga chiqib, aniq konkret birga bir deganda kim qoladi yoningizda, safingizda? Bo'ldi, zorqongizdamiz, ishlaymiz, o'qilamiz, bu qilamiz deyaveradi hamma. Lekin amaliy suratda ko'rinadi hammasi. Hamma gapiraveradi. Hamma biladi nima qilishni. Lekin qiladigan kim? Kim qila oladi? O'sha qila oladiganlar, ozgina bo'lsa ham hissasini qo'sha oladiganlar, o'shalar siz odamingiz yoki meni odamim. Jimjimador gaplarni o'zi hamma gapiraveradi, aqlli gaplarni hamma gapiraveradi. Lekin aniq nimadir qilish kerak-da,
u qiluvchi inson bo'ladi. Shunga hech qachon ishonib qolmang. Oxiri o'zingiz qolib ketib qolishingiz mumkin. Yaxshi bola insofli bo'lgan, urmagan o'sha edi. Meni qo'yib yuborgan, ketganman men.